Oshxona qirolichalari, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan uyda bor mahsulotlardan dimlama tayyorlaymiz. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Avvalambor qozonimizga o'simlik yog'i solib, yangi kartoshkalarni qovurib olamiz. Ortidan esa go'shtimizni qovurishni boshlaymiz. Qizarib olgandan so'ng go'shtlarni olib, yog'imizni kamaytirib, piyozimizni solib, piyoz ustidan ozroq tuz, chesnok va qovurib olgan mahsulotlarimizni solib, yaxshilab aralashtirib, ustidan yangi karomimizni solamiz va bir stakan qaynagan suvimizga bir osh qoshiq tomat solib, tayyor mahsulotlarimizni solamiz va past olovda 1,5-2 soat davomida dimlab qo'yamiz. Ovqatimiz tayyor bo'ldi. Ustiga xohishga ko'ra ko'katlarni sepamiz va chiroyli bezatib dasturxonga tortamiz. Voy, buni hidlaridan biz bilan tayyorlab ko'rgan barchaga yoqimli ishtaha tilaymiz.